haj va umra amallari davomida aytiladigan talbiyaning ma'nosini bilasizmi? Labbayk Allohumma labbayk. Allohim, huzuringda hozirman. Allohim, huzuringda hozirman. Labbayk la sharika laka labbayk. Allohim, huzuringda hozirman. Sening sheriging yo'qdir. Allohim, huzuringda hozirman. Innal hamda va ni'mata laka val mulk. Albatta hamd, ne'mat va mulk barchasi senikidir. La sharika lak. Sening sheriging yo'q zotsan. Aytgancha labbaykani ihromga kirganingizdan keyin aytishni boshlaysiz. Talbiya erkaklar uchun baland ovozda aytish mustahabdir. Ammo boshqalarga xalaqit bermaslik kerak. Ushbu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'ying va yaqin orada umraga bormoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.